Hindistonda hamma ozib ketaversin, bitta do'mboq aktrisa man qolay. Haqiqatmi, jasoratmi? Buni Nima his qildingiz? Buni o'sha ishni qilib bo'lganimdan keyin his qildim men. Teatr ham, kino ham yolg'onga, ya'ni chiroyli yolg'onga qurilgan. Biz baribir rejissyorning qo'lidagi haykalchalarmiz-da. Hamdagi suhbatda ham agar haqiqat bo'lmasa, haqqoniylik bo'lmasa, qalb uyg'onmaydi. Men misol uchun o'zimdan bosilib qolmadim. O'zi kech turmush qurganman. 30 yoshda turmush qurganman. Aktrisa bo'lib nimaga erishdingiz va nimani yo'qotdingiz? Iloji boricha kommentariyasini o'qimaslikka harakat qilaman-da men. Turmush o'rtog'ingiz xiyonat qiladimi, boshqami deb savol berishadi-da, menga aytaman, men bilmayman deyman. Bilasiz, bizning sohamizda to'xtab qolish degan narsa yo'q. Tomoshabin u darajada sodiq emas. Otasiga ming rahmat, onasiga ming rahmat degan so'zlar kam hozir farzandlarga aytiladi. Eng sara asarlarni o'ynayman deb o'ylagan ekanman. Chuchvarani hozir. Soch ayol kishining ikkinchi husni hisoblanar ekan. Endi ko'z yoshlarida qolayin evib, yurak zanglarini olsinlar yuvib. Kul bering onasini sog'inganlarga. Meni ham yig'latdingiz. Brewing moments over time. Coffee podcast, coffee podcast, every day, every time. Coffee podcast by Nuria. Xush kelibsiz Feruza opa. Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Yanada ochilib, chiroyli bo'lib ketibsiz. Yaxshimisiz, Xormey, xushvaqt bo'ling. Avvalo taklif uchun katta rahmat. Demak, boshlaymizmi? Boshlaymiz. Mana kofe sizni yoningizda. Buni ichib o'rsangiz sovg'amiz bor. Hammasini ichishim Hammasini kerakmi? ichishingiz kerak. O'zimni g'o'dimga moslab qo'yibsizlar-da, vokalni ham. Yo'q, siz anchagina ixchamlashibsiz Feruza opa. Shunga harakat qildim, to'g'risi. O'zi umuman nima desam bo'ladi? Ozish yoki nimadir muolajalar o'tkazish qachon hayolimga kelmagan bu narsalar. Ko'pincha mana hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hozirgi paytda endi turli soha vakillari bilan birgalikda bu shou biznesdagi san'at sohasidagi insonlar ham muolajalar orqali sekin-sekin oza boshlashyapti. Ko'p takliflar bo'ldi menga bu narsaga. To'g'risi qabul qilmadim bu takliflarni, chunki surishtirganimdan keyin baribir hozir misol uchun kitobni birinchi betini emas, orada varaqlab o'rtasini va so'nggi betini ham o'qish kerak-da inson. Ha. Nima bilan tugaydi voqea? Va rivoji nima bilan bo'ladi, uni kulminatsiyasi qanday bo'ladi degan narsani ham bilish kerakligi uchun ko'p doktorlar bilan savol javoblar o'tkazib kelganimda menga ruxsat berishmadi, to'g'risi yaqin insonlarim. O'zi shundoq ham yaxshisiz dedi. Keyin shu taklifga qaratam aytdim. Hindistonda hamma ozib ketaversin, bitta do'mboq aktrisa man qolay. Menam menga keyin qoladi hamma rollar deb hazil qilgan edim-da. Lekin nima desam bo'ladi, baribir hayot to'xtab turmas ekan. Sekin-sekin ulg'ayapmiz. 4 farzandni dunyoga keltirdim. Shu bilan birgalikda sog'liqni bir chetga qo'yib, san'atim, teatrim, farzandlarim, oilam deb baribir mehnatga sho'ng'iganimiz sababli vaqt o'z ta'sirini ko'rsatdi va mana 1 oy oldin hayot meni sog'lig'im bilan sinadi. Baribir hayotda sinovlar bo'lar ekan. Lekin shunda ham ozish operatsiyalarini o'tkazmadim. Shu o'zimga kerakli muolajalarni qildim. O't qopimda birozgina tosh bor, grijam bor edi. Men shu operatsiyalarni, muolajalarini o'tkazganimdan keyin shifokorlar menga dietani tavsiya qilishdi va majbur bo'ldim dieta qilishga. Mana bugungi holat deydi-yu. Kim do'mboq, To'qli do'mboq deb. Chunki siz har doim o'zingizga ishongan, o'zingizni yaxshi ko'rardingiz. Semizligim menga yoqadi derdingiz. Har doim. Sevimli turmush o'rtog'ingiz yoningizda qo'llab-quvvatlardilar. Bilasizmi Nuriya, mana misol uchun deylik, sizni yaxshi ko'rgan insonlaringizdan, sizni hamkasblaringizdan e'tiroz bo'lmagandan keyin siz uchun u ikkinchi darajali bo'lib qolar ekanda. U qoddi, qomat, misol uchun deylik, menga hech qachon turmush o'rtog'im ortiqcha e'tiroz bildirmaganlar menga. Qomatimdan yoki shu tashqi ko'rinishimdan umuman e'tiroz bildirmaganlar-da. Shuning uchun ham men uchun muhim narsa bo'lmagan bo'lsa kerak bu.
Judayam chiroylisiz. Yoshlarib Rahmat. ketibsiz. Yo'q-e. Demak, ozg'inlik yosh ko'rsatarkan. Yosh ko'rsatar. Lekin sezardim. Mana misol uchun tengqurlarim bilan bir joylarga borsam, yosh nozikkina tengqurlarimni opasimisiz yoki kimisiz, yo usiz, yo busiz deb aytsa, baribir to'lachalik odamga ozgina yosh beradi-da. Birozgina menimcha yosh beradi. Siz uchun eng muhimi haqiqatmi, jasoratmi? Haqiqat. Haqiqatingiz bo'lsa, keyin jasorat ko'rsata olasiz inson. Teatr ham, kino ham yolg'onga, ya'ni chiroyli yolg'onga qurilgan. Albatta. Badiiy ifoda deymiz, badiiy talqin deymiz, metafora deymiz. Ildiz otgan aktrisasiz. Mhm. Siz uchun nima hissiyotni beradi haqiqat? Endi buni biza kasb bilan bog'laydigan bo'lsak, misol uchun endi hayotda haqiqat qidirasiz. Oilada turmush o'rtoq sifatida xo'jayiningiz bilan orangizdagi munosabatlardan haqiqat qidirasiz. Farzandlaringizdan haqiqat, yaqinlaringizdan, do'stlaringizdan. Misol uchun deylik, suhbat mana hamma joyda bor bu haqiqat. Hamma mana biz siz bilan mana oramdagi suhbatda ham agar haqiqat bo'lmasa, haqqoniylik bo'lmasa, qalb uyg'onmaydi. Bugungi suhbatimiz birinchidan qalbdan bo'lmaydi va bizni tinglaydigan insonlarni ham qalbini uyg'ota olmaymiz-da. Men o'ylaymanki, kasbimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men bir obraz yaratyapmanmi, uni haqiqatini, haqqoniyligini, xalqchilligini qalbimga singdirib, keyingina sahnaga olib chiqaman va tomoshabinga taqdim qilaman. Va uni chiroyli o'ynashingiz bu sizni Mani jasoratingiz. jasoratim. Chunki aktyor rejissor aytganini qiladi-da. Rejissor gohida adashishi mumkin. Chunki siz u obrazdasiz, u rolni siz his qila olasiz. Lekin baribir yo'naltirish kerak, chunki biz baribir rejissyorning qo'lidagi haykalchalarmiz-da. Haykaltarosh kulol. Misol uchun yasaydida, u yoq bu yog'ini yo'nib, chiroyli bir narsani dunyoga keltiradi. Misol uchun deylik, mana shu vokal deylik. Biz ham rejissyorning qo'lidagi haykallarimiz-da. Misol uchun bizdan yasaydi rejissyor. Ko'payib ketganini olib tashlaydi, kamayib ketganiga qo'shadi. Baribir bu teatr san'ati bejizga aytilmaydi, kollektiv san'at. Bitta o'zingiz hech narsa qila olmaysiz-da. Misol uchun rejissyor bo'lish kerak, unda avtor bo'lish kerak, unda musiqa kompozitori bo'lish kerak, rassom bo'lish kerak, atrofingizdagi hamkasblaringiz bo'lish kerak. Hammasi uyg'unlashgan bo'ladi. Mana haqiqat. Sentiz san'ati Mana deydi-da. haqiqati. San'atni, o'sha kasbni haqiqati. Hammasi shuni ichida-da, mana. Misol uchun. Siz Qaytar dunyo filmi bilan juda mashhur bo'lgansiz. Tashrif qog'ozi desa ham Tashrif bo'ladi. qog'ozi. Ko'pchilik sizni tanishgan. Bu baxt. Misol uchun deylik, 20 yil bo'pti. Shu Qaytar dunyo teleseriali ekran yuzini ko'rganiga, syomka jarayonlari bo'lganiga mana 20 yil bo'pti. Iloji boricha kommentariyasini o'qimaslikka harakat qilaman-da men. U yerda insonni qalbini cho'ktirib qo'yadigan narsalar ham bo'lishi mumkin. Ko'taradigan narsalar ham bo'lishi mumkin. Lekin siz endi zinapoyani birinchi, ikkinchi stupenkasiga chiqqan paytingizda tepaga chiqa olmasligingiz uchun juda ko'p narsalarni qalab tashlagan bo'lishi mumkin-da. Siz ular bilan kurashib, o'sha narsalar bilan miyamni chalg'itganimdan ko'ra, to'g'risi o'qimay qo'ya qolganim ma'qul deyman men va bilmaganim ma'qul. Misol uchun deylik, hayotda ko'pincha aytaman-da men, turmush o'rtog'ingiz xiyonat qiladimi, boshqami deb savol berishadi-da, menga aytaman, men bilmayman deyman. Bilishga ham harakat qilmayman deyman, to'g'risi. Qiziqmaysizmi? Qiziqmayman u narsaga. Hattoki telefonlarni kodini ham bilmayman men. Chunki Tiklamagansiz. yo'q, hech qachon tiklamaganman. Chunki bilasizmi, mana misol uchun deylik, qalb og'rig'i yomon-da. Qalb og'riqdan Kechirimli bo'lish kerak inson deysiz-u, mana shu bokalingiz o'rtasidan sindimi, uni qaytadan yamasangiz ham mana shu yerda mundoq qaraganingizda o'sha siniqni anaqasi ko'rinib turadi. Bitmaydi, u to'liq bo'lmaydi-da. Shuning uchun bilmaganingiz ma'qul. Haqiqatdan uzoqlashmaymizmi?
Man e'tiroz bildira olmayman. Hammani fikri, hammani dunyoqarashi har xilu, lekin baribir biz o'zbekmiz, o'zbek millatiga xosmiz, o'zbek ayollarimiz, o'zbek farzandlarini tarbiya qilyapmiz, o'zbekni xonadoni, o'zbekni millatini, o'zbekni madaniyatini targ'ib qilyapmizmi? Shunga zid narsalarni iloji boricha kamroq targ'ib qilishimiz kerakda. Ekranlarimizda ham, seriallarimizda ham, ijro etayotgan rollarimizda ham, misol uchun deylik. Masalan, qaysi rolingiz sizga judayam yoqadi? Ichiga kirib yashagansiz. O'sha rol sizniki. Boshqa hech kim sizdeki maromiga yetkazib o'ynolmaydi deb o'ylagansiz. Yo'q, man hali unaqa darajada misol uchun deylik bosh qahramonlarni ijro qilmadim o'zim Yo'q, qalbimdan. mayli kichkina Ha. rol bo'lsa ham, kichkina obraz yaratgan Endi bo'lsangiz ham. buni maqtanish deysizlarmi bilmadim-ku. Misol uchun mahallada Dudu gap filmida onasi ovqatingni yemaysanmi deb kichkinagina obrazlari bilan misol uchun Rahim Pirmuhamedov hammani esida qolgan. Aynan misol uchun deylik bu mani tashrif qog'ozim bo'ladigan bo'lsa Qaytar dunyo seriali mani xalqqa yanada sevimli qilgan badiiy film. Rixsiboy Muhammadjonovni asarlari, o'zlari olgan filmni ham buyuk ajoyib inson, Alloh rahmatiga olsin. Mana shunaqa bir legenda insonlar bilan ishlash menga nasib qilganda, mana shunday Rixsiboy akani bilmagan inson bo'lmasa kerak. Misol uchun deylik, ularni yozgan Durdona asarlari, ularni yozgan pyesalari, ularni yozgan ssenariylari haqiqatdan ham mashhur asarlarga aylangan. Misol uchun va aynan o'sha Chol va Nabira badiiy filmida Po'lat aka Said Qosimov bilan rahmatli birga rol ijro etish nasib qilgan va u yerda yana bir afsonalardan biri Diyos aka Rahmatov. Ana o'shalarni 4-xotinini o'ynaganman men. Hazil qilardilar. 4-edirdilar zotan qarab. Endi u filmni haqiqati shu bo'lganki, yillab umringni o'tkazasanmi? Mana men 70-80 ga borib qolsam ham shunday xotinga u xotinni go'zalligiga, u xotinni imolariga, u xotinga mahliyo, lekin xotinni maqsadi boshqada. U misol uchun voy keling, assalomu alaykum deydi. Tezroq keta qolsa edi. Yosh ikkinchi baloni yemaydimi deb o'tiradi. Misol uchun mana shunaqa первоплощениялар bilan tez nima deydi, tomoshabinni zeriktirmaydigan, uni qalbini ham ozgina uyg'otadigan obrazlarni yaratishni yaxshi ko'raman. Men shu obrazimni o'zim yaxshi ko'raman. Judayam И ichiga kirib tomoshabin yashagan. yomon ham ko'rib qolmagan bu rol bilan mani. Ha. Misol uchun deylikda. Demak, o'zini qanaqadir haqiqati nimasidir bor-da u ayolni hamda. To'g'ri. Bu Imo chol ishoralar. qachongacha yashaydi deb rahmi ham kelgandir balki. O'sha ayollik haqida hozir gap ketdi-da. Ayol sifatida, umuman ona sifatida baxtlimisiz? Albatta. Bizaga Alloh ayol deb atalgan bir 3 ta harfdan iborat so'zni jismimizga kirgizib qo'yganini o'zi juda katta baxt. Ayollikni o'zi bu juda katta baxt va Alloh unga qo'shib bizga yana bir mukammal, go'zal baxt, onalik baxtini ham bizga bergan. Uni o'ziga yarasha og'riqlari, o'ziga yarasha qiynoqlari, o'ziga yarasha mashaqqatlari bor-da. Lekin 9 oy farzandni jismingizda ko'tarib yurish, u bilan 9 oy birga bo'lish, 9 oy u bilan suhbatlashish, uni vujudingizda o'sayotganini his qilish, bundan ortiq baxt yo'q ayol kishi uchun. Va siz uni dunyoga keltiryapsiz. Uni dunyoga keltirganingizdan keyin misol uchun unga tarbiya berish, uni katta qilish, boqish, u sekin-sekin bo'ladigan narsa. Alloh rizqi bilan beradi har bitta farzandni. Lekin qarang, men ilk ona bo'lgan lahzalarimni eslayman-da, shu o'zi kech turmush qurganman. 30 yoshda turmush qurganman. Va o'sha siz homiladorsiz degan narsani eshitib, endi shunaqa avaylayapman. Yo bir tomondan yoshim katta, esonaman bag'rimga. Endi har xil qo'rqitishlar, har xil gap so'zlar ham bo'lib o'tgan, lekin Allohga shukr qilaman, yonimda mani tushunadigan, mani qo'llab-quvvatlaydigan, mani asraydigan va mani har jihatdan tushunish degan narsa. Oilada inson bir-birini tushunmasa, uni bir-birini qo'llab-quvvatlamasa, juda bir katta halokat, falokat desa ham bo'ladi-da. Bir to'shakda yotib, bir yostiqqa bosh qo'yib, bitta havodan, bitta tarelkadan ovqat yeb nafas olasizda, siz bir-biringizni tushunmaysiz. U oilani menimcha qulashi, nima deydim, bir mustahkamligi deb bilmayman-da. Shu turmush o'rtog'imni qo'llab-quvvatlashlari bilan, keyin baraka topsin, onam
Menga Mh. juda katta yordam berdilar. Mh. 4 farzandimni dunyoga keltirdim. O'sha man aytyapman 9 oy jismimda borligini his qildim xolos-da. Ularni tug'ib, yana Mh. ijodga, yana teatrga, yana kinoga ketdim. Hamma 4 tala farzandimni ham onam katta qildilar o'zlari. Mh. Men ham niyat qilaman, onamdek ona bo'lishdi. Bolalaringizni o'sha 4 ta farzandingiz o'sha davri bo'ladi-da, chaqaloqlik davri, chilla payti deydi, 1 yoshli, 2 yosh deydi. Shularni boy berib qo'yganingizdan afsuslamaysizmi? Oh, qaltis savol. Afsuslanaman. Lekin hozirgi yutuqlarimizni ko'rib, uchun deylik va farzandlarimizni tarbiyasida o'sha buvilarni pandu nasihati, o'gitini ko'rib, bir tomondan anaqa ham qilaman, taskin ham topaman. To'g'ri ham qilgandirman deb o'ylayman. Bu bizni vazifamiz farzandni dunyoga keltirgandan keyin uni qarash, unga tarbiya berish. Endi men butunlay tashlab qo'ydim deya olmayman, lekin farzand tarbiyasi, turmush o'rtog'imni ehtiyojlari, oilamni ehtiyojlari bilan birgalikda siz aytgandek jasorat bilan kasbimni ham olib borishga harakat qildim. Iloji boricha. Chunki bilasiz, bizni sohamizda to'xtab qolish degan narsa yo'q. Tomoshabin u darajada sodiq emas. Hozirgi zamonga kelib, oldingi tomoshabinlar sodiq bo'lishi mumkin. Hozir sizni o'rningizni ko'chada pista sotib o'tirgan inson ham egallashi mumkin-da. Egalladi ham, egallayapti ham. Misol uchun deylik. Hozir sun'iy intellekt chiqdi. Sun'iy intellekt umuman misol uchun egallashi mumkin. Siz qaysidir ma'noda shu kasbga mehr berdingizmi, shu kasbga sadoqat qo'ydingizmi, shu kasbdan halol non topib farzandlaringizni boqyapsizmi, bu kasbga xiyonat ham qilolmaysiz yoki bu kasbingizni qanaqadir pistachilarga ham berib qo'ygingiz kelmaydi-da. Uni qizg'onish kerakda odam. Ana o'shanda misol uchun deylik, hayotni past balandlariga, shu turmush sizni yo'lingizga qo'yib qo'ygan nima deydi, sinovlarga chidashingiz kerak misol uchun. Endi sinovlaringiz farzand bizda qanday emas sinovlarimiz. Farzand dunyoga keltirgandan keyin u bilan o'ralashib, boshqa bo'lib qolib, bu yoqni ham tashlab qo'ysak, qaytib san'atga kirib ketish qiyinroq. Yana bilmadim, hammani fikri qanday. Mani fikrimcha misol uchun deylik, bir narsadan voz kechib ketdingmi, oxirigacha ketish kerak inson. Eshigini ochib yopsang, u g'it eshik ha deb ochib yopilaversa, u odamni anaqasiga ovoz chiqarib, nimasiga tegadigan bo'lib qoladi. Siz ham o'sha kasbingizda kirib chiqib, uni har xil nima deydi, sayqalini, saviyasini yerga uraversangiz, ko'rinmaydi-da baribir. Odamlarni asabiga tegadi. Shuning uchun ham aytamanki, Allohga shukr, qo'llab-quvvatlaydigan insonlarim va onamni borligi bilan birgalikda farzandlarimizni ham o'ziga yarasha mana birgalikda katta qildik, tarbiya qildik. 4 ta farzand. Haligacha davom ettiryapmiz misol uchun. Ular katta bo'lib qolishdi. Endi kenjam 5 yosh. Baribir misol uchun deylik, o'zlarini eplab qolishdi. Shunda ham baribir onamizni ko'magiga suyanib turibmiz. Feruza opa, siz bilan ancha oldin gaplashganmiz. Ovozingiz o'zgaribdi. Yo'q-e? Ha. Insonda ko'z bilan ovoz hech o'zgarmaydi-ku. Yo'q, ovozingiz siz judayam shoshqaloq deydimi, qanaqadir tez gapirardingiz. Men haqiqatni Ichimda gapiraman. o'ylab o'tirgandim, hozir shu gapni aytsa kerak Nuriya deb o'tirgandim. Nimaga Sezildi. bosib qo'ydi? Sezildi. Ha, sezildi. Chunki men baribir yoshlik, qiz bolalik davri, yerga bir ursa osmonga sapchiydigan qiz edimda men misol uchun deylik. Mani uncha-muncha inson egishi yoki men uncha-muncha insonga bo'yin egishim ham juda anaqa aytaylik, o'ta darajada o'zimga ishonchim baland. Hozir ham bor, Allohga shukr, o'zimga ishonchim bor, lekin baribir misol uchun deylik, biz ulg'ayyapmiz. Biz turmush o'rtoq bo'ldik. Biz vaqt o'tib ona bo'ldik. Birozdan so'ng qaynona bo'lamiz. Birozdan so'ng buvijon bo'lamiz. Sekin-sekin inson o'zini shu narsalarga tarbiyalab borish kerak ekanda, shu narsalarni shakllantirib borish kerak. Men misol uchun o'zimdan bosilib qolmadim.
manimcha hayot sinovlari, hayot tashvishlari, hayot quvonchlari, hayot yo'lidagi shu bosib o'tgan izlarni ta'siri bu. Hayot siz uchun nima? Insonga berilgan eng go'zal mukofot bu. Mukofot. Mukofot. Eng katta mukofotingiz nima? Eng katta mukofotim ona bo'lgan, onalik maqomi menga berilgan. Allohim tomonidan berilgan onalik maqomi. Misol uchun deylik, biz sohamizda mukofotlarga intilamiz-ku. Bular hammasi hozirgi yurishimiz uchun-da. Kimdir qo'llab-quvvatlash uchun, kimdir layk Layk bosish bosish uchun, uchun, nimanidir kimdir isbotlash uchun. isbotlash uchun, e'tiborlar uchun-da bu narsa. Aslini olganda, sizga beriladigan e'tirof, e'tibor, hammasi o'sha farzandlaringizga bergan chiroyli tarbiyangiz va ularni orqasidan keladigan eng go'zal rahmatlar, tashakkurlar. Misol uchun, otasiga ming rahmat, onasiga ming rahmat degan so'zlar kam hozir farzandlarga aytiladi. Shunday narsalarga erishishni xohlayman men kelajakda. Hozirgi mavqeingizda, aktrisaligingizda, umuman onaligingizda, sevimli rafiqaligingizni olib tashlasak, kim qoladi? Demak, qarang, shuncha mukofotlar bor ekan menda. Bularni hammasini olib tashlasangiz hech kimman men. Hech kim. Hech kim. Feruza oddiygina Feruza. Demak, siz sanab o'tgan narsalarga erishganman-da, demak, mehnatlar bilan, Uzoq yo'l mashaqqatlar bosdingizmi? bilan. Endi uzoq ham deya olmayman, hali yo'l oldinda, bosib o'tishim kerak yana. Yo, bugungi nuqtaga kelishingiz uchun uzoq yo'l bosib keldingizmi? Albatta, albatta. Mashaqqatli bo'ldimi bu? Mashaqqatli bo'lmasa, uni nima deydi, toti ham bo'lmaydi-da. Osonlik bilan erishilgan baxt bir zumlik baxt deyiladi-ku. Misol uchun, man teatrdagi frazalardan birini oladigan bo'lsam, qanaqadir yutuqlarga osonlik bilan erishdingmi, uni mazasi ham zo'r bo'lmaydi. Demak, sen undan keyingi narsaga ham osonlik bilan erishishga harakat qilasan va o'sha yerda yolg'on yashiq yoki xudbinlik yoki kimnidir haqorat qilib yoki kimnidir oyoq osti qilib, kimnidir nafratiga sazovor bo'lib yoki kimnidir o'ta darajada norozi qilib ikkinchi yo'lga o'tasan osonlik bilan-da. Niqob o'sha. Niqob. Demak, har bitta qilayotgan ishingizda biroz mashaqqat bo'lsa, siz o'sha ishingizni qadriga o'zingiz yetasiz birinchi o'rinda. Siz o'zingiz qadriga yetdingizmi? Sizni tomosha qilayotgan tomoshabingiz ham, sizni sevadigan muxlisingiz ham, siz bilan birga ishlaydigan hamkasb ham o'sha narsani qadriga yetadi keyin. Sizni qadringizga yetadi. Oilada ham shunaqangi-ku, hadeb o'zingizni oyoq osti qilaversangiz, boshqa qilaversangiz, o'zingizni qadringizni, o'zingizni o'rningizni bilmasangiz, mana hozir misol uchun ko'payib ketgan ko'p psixologlar o'rningizni biling ayollar deydi-yu. O'zingizni seving hozir. O'zingizni seving ayollar deydi. Uchinchisi ruxsat bering. Hech psixologga bormaganmisiz? Yo'q, men xohlamayman. Chunki eng katta psixologimiz mana bizni tepamizda turibdi va Alloh bizani shunaqa chiroyli, mukammal qilib yaratgan. O'zi chevar, bichib tikib yaratgan. Misol uchun bizani har tomonlama va nima desam bo'ladi, o'sha yuradigan yo'limizni ham o'zi chizgan. To'g'ri. Faqat shu yo'ldan biza adashmasligimiz kerak xolos. Aql bor, idrok bor, ilm bor, ma'rifat bergan, ma'naviyatni qalbimizga joylagan. Mana shu narsalardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. To'g'ri. Hozir aytdingiz, o'sha hamma narsani olib tashlasa dedingiz, Feruza qoladi dedingiz. Shu Feruza yoshligida o'g'il bola bo'lishni xohlaganmi? Men hazillashaman, bir baxya qolgan shekilli o'g'il bola bo'lib tug'ilishim kerak. Chunki yoshligimdan o'g'il bolalar bilan o'ynardim. Mani do'stlarim o'g'il bolalar edi. Sekin-sekin keyin qizlardan dugona orttirganman deydi. Maktab davrlarida to'g'risi o'g'il bolalar o'ynaydigan o'yinlarni o'ynardim. Yong'oq o'yinlar bo'lardi bizni davrimizda bilsangiz agar. Sizlar bilmadim, biz endi qishloqda katta bo'lganmiz. Yong'oq bor-ku, yong'oqdan olib 4 ta 5 ta qilib qo'yilardida uzoqdan turib
bitta otsangiz shu Hmm. yong'oq chochilib ketsa, krugni ichidan chiqsa, o'sha yong'oqlar sizniki bo'lardi. Man hammani yong'og'ini yig'ib, terib, ana maykani, futbolkani tishimni ichiga tiqib, mana shuncha qilib uyimizga yong'oq olib kirib ketardim. Hech aktrisa bo'laman deb o'ylaganmisiz o'sha paytlar? Yong'oq Yo'q, terib yurgan yong'oq payt. terib yurgan paytimda o'ylamaganman. Maktabga kirganimdan keyin, maktabda bu iqtidorimni musiqa o'qituvchilarimiz sezgan. Hmm. Endi drama krujoklar bo'lardi maktab paytida va tuman maktablari bilan birgalikda Hmm. konkurslar o'tkazilardi. Shu konkurslarda ishtirok etib, rollar o'ynardim, menga rollar berilardi. Chiqib she'rlar aytardim, shu viduschiliklar qilardim va men borgan tadbirlarda bizni maktabimiz har doim yuqori oliy o'rinlarni olib kelardi nimagadir endi. Bu ham bo'lsa o'sha iqtidordanmi, berilgan nimani to'g'ri sarflaganimizdanmi energiyani. O'shanda ustozlarim sendan yaxshi aktrisa chiqadi Hmm. deb ko'p ta'kidlardilar. Aktrisa bo'lib nimaga erishdingiz va nimani yo'qotdingiz deb o'ylaysiz? Topganlarim va yo'qotganlarim deydi-yu. Hmm. Bisotimdagi bori shoirlar tili bilan aytgan. Yo'q, yo'qotishlar endi misol uchun deylik, gohida bizni sohamizda juda qiyin-ku. Hmm. Misol uchun deylik, ko'chada ko'rgan inson bu aktrisa, buni hamma narsasi bor deb o'ylaydi misol uchun deylik. Yo'q, bizda ham kamchiliklar, bizda ham yetishmovchiliklar, hammasi bor oilada bizada-da misol uchun deylik. Va gohida o'ylab qolaman, boshqa sohani tanlaganimda balkim bundanda yuqori endi meni xalq tanimasligi mumkin edi. Misol uchun Feruza Meliboyeva bo'lmasligi mumkin edi yoki mani qanaqadir villam bo'lishi mumkin edi deb Hmm. o'ylayman. Business lady. Biznes ledi bo'lishim mumkin edi. Yo'q deb o'ylayman. Demak, yo'qotganlarim shumikin deb o'ylaysiz-da inson. Endi bu moddiy tomondan, moddiyat tomonidan qaraysiz-da, bir ayolmiz-da biz baribir misol uchun deylik, yaxshi yeb ichishni, yaxshi kiyinishni, Hmm. yaxshi joylarda yurishni, sayohatlar qilishni, yaxshi mashinalar minishni, xullas hamma narsamiz eng a'lo darajada bo'lishini xohlaymiz biz ayol sifatida-da. Goh-gohida miyangizda bir burchagi shu narsaga ham aylanib qoladi-da. Keyin to'xta deyman. Ichimdagi men bor-ku, ichimdagi men bilan to'xta deyman unga. Sen noto'g'ri fikrlayapsan deyman. Hmm. Alloh senga berilgan eng chiroyli mukofot, eng go'zal yutuqlar va eng o'sha misol uchun deylik, arziydigan topganlaring bu sani san'atda Feruza Meliboyeva bo'lganing va sani muxlislaring, sani xalq sevishi, ortingdan qoldirayotgan nima rollar. Misol uchun deylik, biza sahnaga chiqdikmi, bu sahna kuzguda. Kelgan tomoshabin kuzguda o'zini aksini ko'radi. Kuzguda hammamiz o'zimizni ko'ramizmi? Biz demak bir obraz yaratyapmizmi? O'sha obrazda tomoshabin o'zini ko'radi va chiqib bir chimdim bo'lsa ham o'sha qalbida his qilib yaxshi yo'lga yursa yoki kimgadir shu narsani aytsa, u bizni yutug'imiz-da. Hmm. Bu baxt biz uchun misol uchun deylik, insonlarni tarbiya qilish, shakllantirish. Yoshligingizda ko'rgan kino sizni haliyam o'sha bolalik xotiralaringizda qolgan film qaysi biri? Ana shu film bilan kelganman men san'atga. Hmm. O'tgan Qaysi? kunlar, O'tgan kunlar. Otabek va Kumush. Hmm. Nimaga kelganimda, teatr institutga kelganimda men bo'ldi Kumushman, men bo'ldi Zaynabman deb kelganman. Bizani ustozimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, akademik professor Munavvara Abdullayeva. Bular mana xalq artisti keldi. Keyin xizmat ko'rsatgan bo'ladi. Keyin oddiy aktrisa bo'ladi va talaba bo'lib institut bitirib ketadi dedilar-da. Nega unaqa deyaptilar deb o'ylardik. Haqiqatan biz kelganimizda qalbimizda shu narsalarni his qilib kelganmizda. Men Kumushman deb kelganman. Jasorat Bo'ldi. bilan keldik. Keldim. Haqiqat. Va menga hozir men ichimda to'g'risini aytaman men. Ichimda hozir men oliygohga kirdim. Menga o'zim xohlagan mana shu Otabekni Kumushni beradi. O'zim xohlagan Jamilani o'ylayman, Xonzodani o'ynayman, o'sha biz bilgan eng sara asarlarni o'ynayman deb o'ylagan ekanman. Chuchvarani hozir bu narsa, bu asarlarni o'ynashingiz uchun
siz qancha mehnat qilishingiz kerak ekan. Avvalo o'sha oliygohda ilmni, ustozlardan bilimni va aktyorni sir-sinoatlarini to'liq o'rganib olishingiz kerak ekan. Nimaga misol uchun deylik bu qiyinchiliklardan o'tdik biz. Oddiy televizorga chiqishimiz uchun soatlab kutib o'tirardik probadan o'tishga. Mana aynan bizni mashhur qilgan shu Qaytar dunyo seriali uchun ham sinov bo'lgan. Avvalo proba bo'lgan. Oddiy probaga fotoproba bo'lgan. Fotoprobadan chaqirishgan institutga kelib teatrga kirgandim o paytda. 2003-yili oliygohni tamomlaganimdan keyin teatrga ishga kirganman. O'zbekiston davlat drama teatriga. O paytda Abror Hidoyatov nomidagi O'zbek davlat drama teatri edi. Men kirganimda keyin 2 yil 3 yil ishlaganimdan keyin shu seriallar e'lon qilingan. Qarang, u paytlarda haqiqatlar ham kuchli edi-da, baribir kelib teatrda rasmga olib ketishgan bizani. Yurardi fotograflari yurib va rasmdan meni tanlab, rahmatli Shavkat aka Junaydullayev fotoprobadan video probaga chaqirganlar. O'sha yerda yana bitta yutuqchi insonda baribirchi Alloh xohlasa bo'ladigan narsa sizga to'g'ri kelgan partnyor ham yutug'imiz bo'lganda bizani. Ochib bergan. Ko'p aktyorlar bor edi, lekin Umid aka Shodmonov bilan biz to'g'ri kelib qolganmiz. O'sha aynan video probada menga ko'p yordam berganlar. Men ham qaysidir ma'noda u kishiga yordam bergan bo'lsam kerak-da. Ko'rdingizmi? Mana shu narsalar odamni baribir shakllantiradi-da. Shu shakllanish haqida gapirdingiz. Inson umri davomida o'z bilan ishlaydi, shaxsiy rivojlanish deydi hozir zamonaviy til bilan aytganda. Oldin shaxsiy rivojlantirish, o'zini o'zi nima deydi, motivatsiya qilish degan motivatorli unaqa narsalar yo'q edi. Sizni bugungi kunda, misol uchun, yomon kunlaringiz bo'ladi, yaxshi kunlaringiz bo'ladi. O'zingizga bo'lgan o'sha ishonchni, yo'q Feruza, davom et, bu yil saniki deb bugun kungacha shu teatrga sodiqsiz, kinolarga sodiqsiz, aktrisa rolingizga sodiqsizda, uyda o'tirsangiz bo'lardi, 4 ta bolam bor deb. Xo'jayingiz ham sizni majburlab ishlaysan demagan. Tanlov bor edi, lekin siz tanladingiz, yo'q dedingiz. Men o'zimni kasbimga, rolimga sodiqman dedingiz. Mani savolim shundaki, bu sodiqlik qanchaga tushdi? Qimmatga tushdi. Qimmatga tushdi. Yo'q. Mana siz aytgandek, menda tanlov bor edi-da. Misol uchun deylik, mana shu tanlovda men ham ijodni, ham oilani birga olib borishga harakat qilaman deb ijodni tanladim-da. Lekin baribir mashaqqatlari bor. Mana siz ham ayolsiz, siz ham shu sohadasiz. Bizni sohamizda rejimlari juda ham to'g'ri kelmaydi. Misol uchun deylik, boshqa kasb, misol uchun doktor bo'lsam, ertalab 8 da kelib, kechki payt soat 5 da ishimni tugallab, uyimga borib, bemalol farzandlarim bilan vaqt o'tkazib, men bilaman rejamda boshqa kasbiga. Bizni kasbda reja yo'q-ku, misol uchun deylik. Siz syomkaga bordingiz, soat 1 dan 2 gacha band bo'lasiz deyildimi, lekin hech qachon unday bo'lmaydi baribir. Yoki kimnidir kutishingizga to'g'ri keladi, yoki texnik sabablar, yoki ob-havo birdan o'zgarib qolishi mumkin. Misol uchun hamma narsani siz chaqirgan odamga yuklay olmaysiz, lekin bor, bu narsalar bor narsalar. Siz aytilgan paytda uyga kela olmaysiz. Vaqtida misol uchun deylik, turmush o'rtog'ingiz e'tirozlariga ulardan ham gap eshitishingizga to'g'ri keladi. Farzandlaringizdan goh-gohida misol uchun deylik, e'tirozlar kelib turadi. Dod deydigan pallada tilimni tishlayman-da men. Yo'q, to'xta, o'zim tanladim-ku bu narsani. Men nimaga endi ularni ayblashim kerak? Nimaga endi ularni qiyinchiliklarga qo'yishim kerak yoki boshqa qilishim kerak? Agar men bu kasbni tanlamaganimda bemalol uyda o'tirgan bo'lardim, bemalol ona bo'lardim. Bilmadim, san'at shunaqa narsa. Shu qiyinchiliklarga chidaysiz. Mana shu e'tirozlarga, dashnomlarga. Yaxshiyam qaynona-qaynota bilan yashamaymiz, misol uchun deylik. Agar yashaganimizda uni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lardi, misol uchun deylik-da. Oddiy ayol sifatida bir turmush o'rtog'ingiz o'ziga yarasha qancha muammolar, mas'uliyatlari bor. Oilada ayollik vazifasi, ayollik mas'uliyati, undan tashqari unga qo'shib onalik, farzandlarni tarbiyasidan tortib kiyim-kechak, misol uchun ro'zg'or, osh-ovqat, hammasi ayol kishining zimmasida-ku. To'g'ri.
shu ishimni qilganim uchun man gap eshitmay deb kechasi 3-4gacha kelib уборка qilgan kunlarim bo'lgan vaqtida, misol uchun deylik, 3-4gacha bolalari kirini yuvib, dazmollab, ertalab xo'jayinni ham bir joyga ketadigan bo'lsa, ishlarini uyqu degan narsani esdan chiqarganman vaqtida. O'shancha ham o'ylaymanki, shu siz aytgan endi daraja deyapsiz-ku, shunga yetib keldik deb o'ylayman. Misol uchun deylik, endi uni daraja deb biladigan bo'lsak-da. Yangi darajangiz bilan tabriklayman. Chunki men sizni taniyman, kuzatib boraman. O'sha teatr aktrisasisiz, kino aktrisasisiz-da. O'ylab qolaman, qaysi biri sizni ko'proq tortadi? Teatrmi, kinomi? Oldingi paytlarini bilsak, biz ko'p aktyor aktrisalarni teatr orqali taniganmiz va ularni spektakllari televizorda berilgan. Men misol uchun deylik, bolaligimda Muqimiy nomidagi musiqali akademik drama teatrini Fotima va Zuhra spektaklini bolaligimda ko'rganman men. O'zbekiston xalq artisti Loyiha opa Boyxonova hamda sevimli aktrisamiz Maqsuda opa Otajonova ikkalalari o'ynagandilar Fotima Zuhrani. Ana o'sha spektaklni hayajoni, o'sha spektakldagi aktrisalarni kelib bu yoqda ko'rganimda rosa boshqacha bo'lib qolganman men. Misol uchun deylik, qarang, mana spektakl orqali taniganman men ularni. O'sha bolaligimda. Lekin hozir unaqa emas. Hozir kino tezroq tanityapti tomoshabinga. Endi qanaqa darajadagi kino u ham misol uchun deylik. Bilmadim. Men qaysidir ma'noda baxtli aktrisaman deb bilaman-da o'zimni. Endi buni kim qanaqa tushunadi? Haqiqatdan ham baxtli aktrisaman va omadli aktrisaman. Insonda omad bo'lishi kerak. U har qanday kasb sohasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz oilada qat'iy nazar, turmush o'rtoq tanlashda ham insonning omadi bo'lishi kerak. Farzand tanlashda ham omadi bo'lishi kerak. Oilada ham va kasbda ham uni omadi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Alloh uni omadi bilan birga qo'shib bergan bo'lishi kerak hamma narsani. Qizim serialidan keyin sizni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Juda ham bir boshqacha, bu-chi juda ham yoqimli aktrisa uchun, ijodkor uchun juda ham yoqimli. Savolimga javob bermadingiz. Kinoni tanlaysizmi, teatrni? Men teatrni tanlayman. Qayta yashashni xohlaysiz? Qayta yashashni xohlayman. Mana misol uchun deylik, o'zimda ko'p his qilaman. Aynan shu o'ynagan birinchi Qaytar dunyo rolimda ham ko'rganimdan keyin, undan keyingi misol uchun novellalar deysizmi, seriallar deysizmi, filmlar deysizmi, ko'rganingizdan keyin, mana shu joyini mana shunaqa qilsam bo'lar ekan degan narsa bilan qolib ketasiz. Teatrda yashaysiz. Teatrda siz bir marta ijro qildingizmi, ikkinchi marta yana nimadir tug'iladimi, bajarasiz uni. To'g'rilaysiz, qo'shib ketasiz. Chiqarasiz uni, apkatkadan chiqash deydi-ku. Rolingizni ustida qayta ishlayversangiz, qayta o'sha inson bilan, o'sha obraz bilan yashayversangiz, uni qirralari ochilaveradi. U sayqallanib boraveradi, misol uchun deylik. Yashayverasiz-ku, o'sha rolni ichiga kirib ketib, hayotingizga ko'chirib qo'ygan momentlar bo'lganmi? Misol uchun shunaqa deb o'ylovdim, shunaqa bo'ldi. Men bu rolimdan keyin xuddi shunaqa hayotimda shunaqa voqealar bo'ldi degan. Voqea haqida boshladingiz gapingizni? Aktrisalardan shu narsani eshitganman. Misol uchun takliflar bo'lganda ham o'ynamas ekan, misol uchun farzandi o'lgan onalarni yoki nimadir kasal bo'lib qoladigan rollarni ijro qilishmas ekan ko'pchilikda. Lekin men hech qachon bu narsani qalbimga juda ham mana siz oldingizga kirdimmi? Hozir siz bilan suhbat quryapman va sizga butun vujudim bilan yondashyapman siz bilan suhbatga-da va men o'sha tashqariga chiqqanimdan keyin meni boshqa qiladigan ishim bor. Esingizdan chiqdi. Men tashlab ketaman shu yerga. Misol uchun deylik. Men balkim shunaqa insondirman men. Bizga o'sha 13-palata degan Akmal aka Ibragimov bir yaxshi novella bergan edi. Shunda bolasi o'ladigan onani ijro qilganman. Undan keyin yillar o'tib turmush o'rtog'im bilan birgalikda Jinoyat jazosi qolmaydi seriallarda ham xuddi shunaqa rol berdilar-da. Og'ir. Lekin juda og'ir. Yana yonimda turmush o'rtog'im bilan o'ynayapman-da. Bitta o'shanda bizlar norozi bo'ldik, o'zimizni farzandimizni o'ynatmoqchi bo'lishdi. Biz yo'q dedik.
ming tashlab ketaman degan bilan insonni qalbida baribir O'ziniki. o'zi shunaqa bo'lsa-chi degan narsa, keyinchalik nimadir narsa bo'lsa, shu narsani qilmaganimda bo'lmasmidi degan Ayblov. afsusdan oldin to'g'risi qalbga quloq sola qoldik-da. O'shaning uchun ham bunaqa obrazlar berishsa yoki teatrda o'ynasam, iloji boricha o'sha obrazni tashlab ketishga harakat qilaman. Chunkichi uni agar o'zingiz bilan olib yuradigan bo'lsangiz, sizga juda ham katta xalaqit beradi-da. Siz u yoqqa borganingizda oilangizda ham har xil vaziyatingiz bo'ladi. Ko'cha-kuyda har xil insonlar bilan suhbat qurasiz. Misol uchun, sizni holatingizni bilmasdan turib, ularni ranjitib qo'yishingiz mumkin yoki savol bersa savoliga javob bermasangiz, sizni bu ahmoqmi yoki aqli kaltaroqmi degan xulosalarga siz o'zingizni dunyoyingizda yashab yuraversingizda, bor-ku shunaqa insonlar. Misol uchun gaplashib o'tirasizda, xayoli boshqa joyda, u sizni eshitmaydi. Da. Gohida "Hey" deysiz keyin. Asl Lekin mazmun. asl mazmunida unda qalbida boshqa narsa bor-ku. Shuning uchun ham aytamanki, o'sha obrazlarni iloji boricha endi qalbga yaqin olmayman deya olmaysiz. Qalbga yaqin olmasangiz u chiqmaydi. Texnika bilan o'ynaysiz-da. Texnikasini qilib, Texnikasini qilib. endi bu ham yillar davomida shakllanadi. Boshida jonimizni fido qilganmiz. Boshida yig'laydigan rollar o'ynash uchun haqiqatdan endi hozir ham yig'laysiz, lekin shu darajada jonimni berib, boshlarim og'rib, kasal bo'lib qolgan kunlarim bo'lgan, misol uchun deylik. Rolga kirib ketib chiqolmay, soatlab o'sha plashatkada biroz menga tegmay turinglar deb. Keyin yillar davomida baribir odam aqlingiz ham o'sadi-ku. Mana bolalikdan kattalikka o'tganingizda fikrlash doirangiz, aqlingiz o'zgaradi-ku. Bizni bolalik aktrisalikdan shu kattalik aktrisalikka o'tish davri deyiladi. Endi ilk kelgan sohalaringiz bilan oradan 20 yillik muddat, o'sha kattalik desak, baribir ozgina bo'lsa ham aqlingizni ishlatasiz, qalbingizga quloq solasiz. Shunaqa. E'tibor berdingizmi, kuzatdingizmi, xalqni san'at vakillariga nisbatan munosabat o'zgarib qolgandek, qanaqadir sovuqlashgandek, ayniqsa soliq ishlab chiqilgandan keyin ko'pchilik masalan ko'pchilik san'at ahllari ham o'zini Instagramida gapirib chiqishyapti. Xalq endi ayrimlar, qo'sh tirnoq ichidagilar, bular ham to'lasin. Ular nima qiladi? Juda ko'p negativlar O'zimiz yozibdi. aybdormizda shunga ham. Chunki e'tibor qiling, biz bir aktrisani, yaxshi ko'rgan aktyorimizni ko'rishimiz uchun panoramaga kelardik. Kinosini ko'rgani. Va yillar davomida o'zbek filmdan olingan film ekran yuzini, televizor yuzini ko'rishini xohlab, o'sha yerda ko'rardik biz u aktrisa, aktyorlarni, qo'shiqchilarni, san'atkorlarni. Sekin-sekin bu narsalar seriallarga ko'chdi. Misol uchun, kino aktrisalar, kinoda siz orzu qilgan, ular bilan ko'rishni xohlagan aktrisalaringiz sekin-sekin xususiy filmlarda, undan keyin seriallar orqali, undan keyin novellalar orqali ko'rina boshladi. Mayli, unda ham ozgina sirli. Instagram. Lekin Instagram orqali siz nima qilyapsiz, nima qo'yyapsiz, nima kiyyapsiz, nima yeyapsiz, nima ichyapsiz. Lekin hayotda shu darajalarni orzu qilib yashaydigan insonlar ham ko'p-da. Siz bilan men bir bakal kofe ichib o'tiribmiz-a, bir bakal suvga zor insonlar bor. Uni qultumidan o'tolmaydigan insonlar bor, misol uchun deylik. To'g'ri. Biz ularni qalbini ranjitib qo'ymayapmizmikin? Shuning ham shunaqa e'tirozlar ko'payib ketyapti. Mehnat qilsak o'zimiz uchun qilyapmiz, ko'z-ko'z qilish uchun emas u narsalarni, misol uchun deylik, olib chiqib olib. Hozir podpischikingizga qarab muomala qilishadi bir joyga borsangiz ham. Sizni kuzatuvchilaringizga qarab muomala qilishadi. Misol uchun deylik, men baribir 20 yillik tajribaga ega, o'zini Feruza Meliboyeva aktrisa kelyapti, bir joyga borsam, borda endi shunaqalarga yetib kelganman va men aytilgan vaqtida iloji boricha borishga harakat qilaman syomkaga-da. Va bir bloger qizni bir 7 soat kutdimmi, 6 soat kutdim men shu qizni. Endi bu o'zidan ketib qolibdi, yoshi katta bo'lganiga yoshlarga kun bermayapti, mensimayapti demasin deb sabr qilib o'tirdim.
oxiri nimaga bunaqa bu darajada imkoniyat beryapsizlar? Nimaga bu darajada yaltoqlanyapsizlar? Ha, uni podpisчики ko'pda kelib hozir istoriya oladi, bizani olayotgan serialimizni ijtimoiy tarmoqqa qo'yadi, mashhur bo'lib ketadi. Gap bu yoqda. Shunaqa qalbim sindi to'g'risi. Bekor kelibman shu unaqaga dedimda, yo'lini qilib ketdimman. Mazam bo'lmay mayli meni Xudo kechirsin dedimda, shu serialdan o'ynamay ketdim o'sha paytda. Demak, shu insonlar borligi uchun serial zo'r bo'lib qani go'r bo'ldi, yo'q bo'ldi. Haqiqiy o'qigan, uqqan, ustoz ko'rgan, hayot san'atni past balandini bosib o'tgan san'at professional san'atkorlarni og'riqlarida bu narsalar, misol uchun deylik. Yo'q, men gapirmayman, bo'ldi degan bilan mana siz bir narsa tikilaveradida, qiynaveradida. Nimaga degan savol. Mana siz aytyapsiz-ku, mana haqiqat. Nimaga haqiqat qani degiz keladiki? Nimaga deysiz? Nimaga men emas, u emas? Nimaga shuncha yo'lni bosib o'tgan insonlar emasda kechagina bu narsani sohani past balandini bilmasdan turib tomdan tap etib tarasha bo'lib tushgan insonlar. Ularni biznesmenlar desa bo'ladi. O'zim ham hozir blogimni yuritishni boshladim. Yaxshi biznesda. Yaxshi biznes. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Mana manchi bilsangiz agar 2013-yilda yo'q 2009-yilda anaqa ochgan ekanman. Instagram tarmog'i ochgan ekanman men. Necha 100 mingta bunaqa bo'lgan ekan. Podpischikim bo'lgan ekan. O'sha paytda biz endi rosa mashhur bo'lgan 2006-yilda serialimiz ketgan bo'lsa, 2007-2008-yilda bizni baribir hali tomoshabin juda sevadigan paytda. Lekin men u podpischiga qaramagan ekanman. Uni kodini esimdan chiqarib qo'yib, u profil bloklanib yotgan ekan yillar davomida. Qarang. Yaqindagina meni ham shu miyamga singdirib kerak bu narsa ijtimoiy tarmoqda yurg'izing, harakat qiling, baribir qanaqadir hozirgi zamon talabi deganligi uchun men endi mana hozir Instagram yurg'izyapman. Hali 100 mingta odamim yo'q lekin. Instagramda anaqaga topga deydimi, o'sha pikka chiqib ketgan, sizni sochlaringizni olib. O'sha bo'ldi. Ha. Aytyapman, mana qarang, u paytlarda biza baribirchi bilmaganmizda, lekin o'sha Instagramsiz ham xalq bizni sevgan-ku. O'sha ijtimoiy tarmoqlarsiz ham, o'sha podpischilarsiz ham mana hozirgi yiqqan hamma muxlislarimiz o'zimizni qilgan ishimizga yarasha muxlislar-ku. Keling, mayli, muxlislarni qo'yamiz. Siz bilan nimaga sochingizni oldirdingiz? Shu haqida gaplashamiz. To'g'ri intervyular bergansiz. Sochim o'sdi. Sochingiz o'sdi. O'sarkan desam. Qanaqa hissiyot bo'lar ekan? Masalan, ayol kishini soch bilan tasavvur qilamizda? Soch ayol kishini ikkinchi husni hisoblanar ekan. Hisoblanar ekan. Nima his qildingiz? Buni o'sha ishni qilib bo'lganimdan keyin his qildim men. Ungacham ha oldiraman-da deganman-da. Kasbim uchun fidoyilik qilsam bo'pti. Bo'laveradi-da deb o'ylaganman-u. Lekin olib bo'lgandan keyin oynaga qaraganimdan keyin juda yomon holatga tushganman men. Yo'q. O'zingiz olganmisiz? Yo'q, serialda olishgan-ku o'sha syomka jarayonida kasal bo'lamanman va aynan olishadi. Endi bu ham ikkala tomonni roziligi bilan bo'lgan bu narsalar. Xo'jayinim ikkalamiz. O'zi sochlarim juda ham nimjonlashib ketganligi uchun qishda oldirib tashlab ro'molda yuraman degan narsa hali qaytib o'sadi-ku degan narsani miyamga qilib, sochimni oldirib tashlayman dadasi desam, qanaqa bo'larkan dedi. Keyin 2-3 kundan keyin shu taklifni berdilar menga. Ha, u ssenariyda yo'q edi. Yo'q edi ssenariyda. Men o'zim uyda aytganman, sochlarim rosa kuyib, bunaqa endi biza ko'p el xizmatiga boramiz, har kuni parikmaxir, har kuni sochimizga nima qilamiz, nima deydi, o'sha turmaklar qilganligimiz uchun ham baribir uni sekin-sekin o'zini nimasini yo'qota boshlagandi-da. Juda qiyin ahvolga keldi. Kesib kalta qilsam ham baribir kuygani tepagacha uni qiyin bo'ldi u. Bizani ichimizda har xil obrazlar yashaydi. Biz aktyor bo'lsak ham, aktrisa bo'lmasak ham, o'zi insonni obrazlari bor. Masalan, hozir endi
maktab o'qituvchimiz kelsa o'zimiz boshqacha tutamiz. Boshqacha Begona tutamiz. odam kelsa boshqacha tutamiz. Bizni jiddiy deb o'ylasin deymiz yoki o'zimizcha qanaqadir fikriy o'zimizga rol beramiz. Ha. Miyamiz orqali. Misol uchun mana hozir boshlovchi rolini berdim o'zimga. To'g'ri. Mana sizda o'sha qaysi qismingiz oynada qaraganingizda uyg'ondi? O'sha sochingiz yo'q, Feruza turibdi. Qaysi qismingiz? Birinchi Nima his o'rinda qildingiz? xo'jayinimga qaraganman man. Ha. Ular menga qanday qarayapti? Ha. Ha. Qolgan insonlar men uchun yo'q. Faqat xo'jayiningiz. Birinchi o'rinda xo'jayinimga qaraganman. Qani ko'zlarida menga nisbatan qanaqadir bir hali seskanish sezadimi? Baribir ayoliman-ku men u kishini misol uchun. Sezgandingizmi shunda? Yo'q, o'shani ko'ramanmi degan narsa bilan qaraganman man. Qilib qo'yding. Agar shu narsani ko'rganimda men tamom bo'lgan bo'lardim. Ha. Noto'g'ri qildim, bekor qildim degan bo'ladim. Lekin men u narsani sezmadim. Xo'jayinim meni qanday mehr bilan sevib qarayotgan bo'lsa, undan ortig'i bilan qarab keldi meni oldimga. Mana shu ahvolimda ham. O'g'lim, nega yig'laysan? Hammadan chiroylisan, hammadan go'zalsan. Hech qanday qalblarida bir anaqa sezmadim-da men misol uchun deylik. Yaxshi erkakning qo'lidan kelmaydi bu narsa lekin. Sizni xo'jayingiz yaxshi aktyorlar. Rol o'ynamadi deb o'ylaysizmi? Endi balkim o'ynagandirlar o'sha paytda, u menga qorong'u. Lekin meni qalbimni sindirmadi-da. Ha, hamma gap shunda. Ha. Meni qalbimni sindirmadi. Qilgan ishimga pushaymonlik hissini uyg'otmadi o'sha yerda. Va mana shu obraz orqali juda ham ko'p muxlislarning e'tirofiga sazovor bo'ldim. Jasorat. Mana siz aytgandek kasbdagi jasoratni ham sezdim. Ko'pchilik endi shunaqa deydi-da. Endi men buni jasoratni birovlardan eshitganimda baribir yoqimli insonga-da. Yo'q, edi, bu edi degan bilan biz tirik jonmiz, bizda qalb bor, bizda his qilish bor. Misol uchun deylik, baribir yoqadi. Maqtov kimga yoqmaydi? Misol uchun gap maqtovda emas, endi baribir sizni qilgan mehnatingizga, sizni qilgan o'sha jasoratingizga munosib e'tirof insonni baribir rag'batlantirar ekan. Qarorlarni aql bilan qaror qabul qilasizmi yoki emotsiya bilanmi? Intuitiv. Oldinlari emotsiya bilan qaror qabul qilardim. Siz aytgandek o'sha shoshqaloq, o'sha shaddod, o'sha jahldor, o'sha bir anaqa emotsiyalar bilan qarorlar qabul qilardim va ko'p qarorlarimda noto'g'riligini his qilganman. Qabul qilgan qarorlarim o'sha nima deydi, to'g'ri emasligini meni qalbimda u narsa to'g'ri bo'lsa-da, borku insonda to'g'ri deb turib olasiz-ku, to'g'ri. Yo'q. Ming ichingizda to'g'ri bo'lsa ham o'sha atrofdagilar nazdida to'g'ri emasligini tan olishgacha shunaqa qilganman. Ijtimoiy qarash, ijtimoiy nazar baribir birinchi Keyin tan o'rinda. olganimdan keyin shu narsalarni tan olish ham katta jasorat-da. Inson o'zida bu narsalarni ko'pchilik tan olmaydi ham. Tan olganimdan keyin aql bilan qaror qabul qilishga harakat qilaman. Maslahat bilan, yonimdagilar bilan. O'zimdan hech qanday qaror chiqarmayman oxirgi paytlar. Kuzatasiz, maslahat olasiz. Maslahatlar даже misol uchun deylik, hali san'atda dugona yo'q, san'atda do'st yo'q, qadrdon yo'q dedim. Do'stlarim bor, Xudoga shukr, va oramizda har xil gap so'zlar bo'la boshlaydi. Baribir do'stingda ham do'sti bor deydi yoki sizni orangizda ko'ra olmaydigan insonlar baribir hamma joyda bo'ladi. Bu narsalarni ayni endi bu misol uchun gap kelganda aytyapman. Sizni mana u mamnaqa dedi yoki sizga mamnaqa fikr bildirdi yoki mana bu mamnaqa desa ham oldinlari hali shundaqki san nima deding? Deb shu bilan bo'ldi, ikkinchi basharasiga qaramayman deb ketadigan nimadan yo'q. Shunaqami? Mayli, rahmat aytganingiz uchun. Va sekin-sekin O'zim uchun bilib o'zim qo'ydim. uchun bilib qo'ydim, rahmat deb va uni harakatlarida yoki bir nimalarida sezsam, demak buni gapida jon bor ekan. Sezmadimmi, hech qachon og'iz ochmayman u insonga. Demak u noto'g'ri To'g'ri. degan qarorga kelaman. Tanishtirish oldi
Bilsangiz o'ziga ham aytdim. Anna Anna dedim to'xtadim. Anna, qalbingizda nima bor? Bor. Davomi nima edi? Karenina. Karenina. Birdan aytdim, nimagadir sizni Anna Karenina obraziga o'xshatdim. Endi u adashmasam 11 marta qisqa metrajli film 10-11-si bo'lishi kerak. Adashmasam 9-11 martalab har xil rejissyorlar tomonidan suratga olingan. Birinchisi o'sha baribir ruslar olgan versiya. Unda ozgina do'mboqqina mana hozirgi turishimizdagi turishida. ayol o'ynagan. Ko'rishganimizda balkim ichingizda shu narsa uyg'ongan bo'lishi ham mumkin. Ha, Balkim. chunki kinosini ham ko'rganman, kitobini ham o'qiganimda sizda bor o'sha narsa. Annada ham bor xislat, misol uchun Mag'rurlik. mag'rurlik. Buni to'g'ri erkaklarni qadrlaymiz, hamma ayollar. Misol uchun men nima deydi, tepadan gapiradigan ayollar ham bitta erkak bundoq qilsa jim bo'ladi-da. bo'ladi. Chunki bizani ayollik Bizga shunday singdirilgan Singdirilgan, qalbimizga, da. o'rgatilgan bizga. Siz o'ynarmidingiz Anna Kareninani rolga taklif qilishganda? Bu haqida umuman o'ylab ko'rmagan ekanman. Bu obraz haqida ham, aynan bu to'xtam haqida ham, bu fikr haqida ham qarang. Bu siz bilan suhbatimizni boshida ham duolar qildik, niyatlar qildik. Manfaatli bo'lsin har ikkalamizga ham, bizani eshitgan insonlarga ham manfaatli bo'lsin degan qarang, qalbimizda uyg'ongan narsa va suhbatimiz ham qarang, siz bilan menga nisbatan manfaatli bir yaxshi fikr uyg'ondi, yaxshi taklif uyg'ondi va mani balkim yana qaytadan shu kitobni o'qib, qaytadan o'rganib, filmlarni ko'rib va aynan turmush o'rtog'im rejissyor, qiyin emas. Taklif kiritib ko'raman. Avvalo o'qib ko'ray endi misol uchun deylik. Yana men o'qiganman u kitobni, lekin yana o'qishim kerak. Endi agar men bu obrazni tanlamoqchi bo'lsam, balkim ko'pchilik kino o'qigan buni. Teatr yuzini ko'rmagan u asar. Teatr. Balkim teatrda bo'lishi mumkin, misol uchun deylik shu obraz. Chunki teatrda yo'q. O'zingiz orzu qilgan rol. Man har doim aytganman intervyularimda, man shu o'zbek qahramon ayollarini obrazini yaratishni yaxshi ko'raman. Birinchi orzularimdan biri shu endi o'zi qalbimizda To'maris, ot choptirib yuradigan, shijoatli, jasoratli obrazlar deb o'ylasam, undan keyin bizani durdona shoiralarimiz, Nodira begim, Uvaysi, mana shularni siymosini yaratishni, misol uchun deylik, erkak aktyorlar Alisher Navoiyni xohlashadi, Husayn Boyqaroni xohlashadi, Amir Temur obrazini xohlashadi. Aynan biz aktrisalar ham misol uchun deylik, aynan mana shunday tarixiy obrazlar qaniydi olinsa, agar imkon bo'lsa, ravo ko'rishsa, xohlar edim mana shu obrazlarni yaratishni. Zamonaviy keladigan bo'lsak, zamon qahramonlari deymiz-ku, zamon qahramoni deyapmiz. Chunki ayollarimiz ham hozir zamon qahramoni. Shu qanday kasbni egallashdan qat'iy nazar, o'sha kasbida jasorat ko'rsatib, o'sha kasbida mehnat qilib, ham oilasini, ham farzandini, ham o'sha ishini qilyapti. Men misol uchun deylik, organ xodimlarini o'ynashni juda ham orzu qilaman. Ularga ham juda ham qiyin deb bilaman, misol uchun deylik. Baribir u doktor bo'lishidan, doktor bir zamon qahramoni bo'lsin. U qanday obraz bo'lishidan qat'iy nazar, hozirgi zamonamizni qahramoniga aylantirishimiz kerak-da biz obrazni, misol uchun deylik. O'zingiz hayotingizni qahramonimisiz? Albatta. O'zingizni qahramon deb bilasiz. Yo, endi men hozir o'zimni qahramonman deydigan bo'lsam, o'zimga juda katta baho berib yuborgan bo'laman. Lekin nima desam bo'ladi? Agar qahramonlarcha intilmaganimda, harakat qilmaganimda, hozir bu davra bo'lmasdi yoki hozir bu suhbat bo'lmasdi. Hozir menga siz aytgan ta'riflar ko'z oldingizga kelmagan bo'lardi, misol uchun deylik. Mana ko'pchilik san'at ayollari, san'at ijodkorlari deylik, ayol kishilarni turmush o'rtog'i bo'lmaydi-da. Ajralgan bo'ladi yoki yolg'iz o'zi oilasiz bo'ladi. Ular birdaniga pikka ko'tarilib ketadi. Osonroqda. Osonroq chiqib ketadi. O'sha xo'jayingiz, turmush o'rtog'ingiz bugungi kunda sizga qanaqadir to'siqlar, endi uni qo'yishmas, bu bilmagan Yo, holda. bo'lgan to'siqlar bizada.
Mana aytyapman-ku, mana qahramonlikda mana bu. Misol uchun deylik, chet el filmlaridan judayam ko'p takliflar bo'lgan menga. Rossiyskiy filmdan, turk filmlaridan menga takliflar kelganda, turmush o'rtog'im menga ruxsat bermagan o'ynashimga o'sha rollarni. O'sha paytda qattiq xafa bo'lganman men xo'jayinimdan. Rostdan ham xafa bo'lganman. Keyinchalik to'g'ri qilganlarini tushunib yetganman, misol uchun deylik. Agar o'sha obrazni o'ynamasdan turib nimadir yo'qotdim desam, noto'g'ri bo'lganda. O'sha obrazni o'ynamaganligim uchun ham oilamni saqlab qolganman men. Obrazni topardimda, oilamni yo'qotardimda men bo'lmasam. Orzu, oila. Oila. Oilani. Oilani tanlaganman men o'shanda. 2-3 marta bo'lgan bu narsalar, misol uchun deylik. U payt nimalar deganman mana, voy siz mani anaqamni xohlamaysiz, uydi, buydi. Endi o'chi ko'r-ko'rona fikrlar, o'sha paytdagi hissiyot bilan uyg'ongan fikrlarda, misol uchun deylik, o'sha paytdagi. Muhabbat nima? Oy, muhabbat yo'q ekan. Muhabbat yo'q ekan deydi. Muhabbat bir insonni, ikkita insonni bir-biriga bo'lgan yuragini eshitishi, qalbini eshitishi, tushunishi. Siz qanchalik darajada tushuna olishdi sizni? Haliyam tushunishyapti shekilli. Haliyam tushunishyapti. Hali tushunib bo'lishmadi lekin. Bir suhbatda suhbatlashganimizda ayol kishini qalbida bitta raqqosa yashaydi. Ya'ni ayol kishida qalbida raqqosa. U raqqosa, sizni qalbingizdagi raqqosa qachon raqsga tushadi? Nimada ko'rinadi? Endi ruslarda aytadi, angliskiyda flexible, ya'ni moslashuvchan deydimi, nima deydi? Hamma bunaqa. Har xil vaziyat. Da, shuni ayol o'tirganda ham qalbidagi raqqosa gir aylanib raqsga tushishi kerak ekan. Qalb duk 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 ashula aytyapti. Qalbingiz raqqosadek aylanyapti. Ayollik jozibasi, ayollik anaqasi qachon biz unutib qo'yamiz, biz ayollar. Gohida. Bizga kuy kerak. Qanaqadir yurak urishi, o'zimizni unutib qo'yamiz, o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Bo'ladi. Hamma maskalarimizni yechganimizda har xil vaziyatlar, voqealar bizni shu kuyga solib qo'yadi. Mana o'sha Endi biz- raqqosa qachon uyg'onadi? Qachon yopiladi? Juda bir qiziqarli savol bo'ldi. Falsafiy. lekin falsafiy insonni o'ylashga majbur qiladi. Men hech qachon o'ylab ko'rmagan ekanman. Endi men eshitgan bo'lishim mumkin bu narsalarni, bu frazalarni, bu metaforalarni eshitgan bo'lishim mumkin. Insonni qalbidagi raqqosa qachon uyg'onib, qachon raqsga tushadi? Demak, uni quloq solib bilish kerak. Mana o'zingizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, biz gohida unutib qo'yamiz ayolligimizni, deyapsiz-ku. Shuni qayta his qilganimizda uyg'onsa kerak-da u raqqosa. Raqqosa bormi? Ashulaga yaxshi raqsga tushasizmi hayotda o'zi? Yo'q, hayotda deydi-ku. Menimcha bor raqqosa, har bitta ayolda bor. Uni his qilish kerak. Uni to'xtatmasligingiz kerak demak o'zingiz. Mana men bugundan keyin, mana siz bilan suhbatimdan keyin bu raqqosa bilan ham gaplashib turaman. Gaplashing. Anna Karina sizda bo'ladi. Bu bilan endi boshqacha gaplashaman. To'g'risi. Buni eshitishga, buni his qilishga chuqurroq harakat qilaman. Endi qalbim bor, yuragim bor degan bilan meni qalbimni o'ynatadigan, o'zimni ilhom beradigan. Mana raqqosa insonga raqs ilhom beradi, joziba beradi. Qarang, demak o'sha qalbingizdagi raqqosa ham sizga ilhom berish kerak, sizga joziba berish kerak, yashashga intilishga, hayotning go'zalligini his qilishga uyg'otib turish kerak-da. Shuning uchun ham ayol kishi har qanday vaziyatda u go'zal xilqat deyilsa kerak menimcha.
agar 10 yildan keyin mana shu videoni farzandlaringiz ko'rganida siz ularga nima deydi oldindan xabar bergan bo'lardingiz. 10 yil ularga 10 yosh qo'shilganda yana va ular bu videoni ko'rganda nimani bilishini xohlardingiz? Hozirdan ularga uqtiraman man. Bolam, biz nima qilishimizdan qat'iy nazar, qaysi kasbda bo'lishimizdan qat'iy nazar, qayerda, qandoq yuribmiz, bularni hammasi sizlar uchun. Sizlarni kelajaginglar uchun, bolam. Misol uchun deylik, turmush o'rtog'im ham bilasiz, birga ishlaysizlar, birga o'qigansizlar. Bu kasbda o'ziga yarasha mashaqqati bor. Gohida i- oylab uyga judayam kech keladilar. U farzandlarimni ko'rmagan kunlari ham bo'ldi. Kechasi syomkadan kelib, ertalab ular uyg'onguncha yana ishga ketish kerak bo'lgan bular. Dadam qani? Dadam bilan ko'rishmadik, dadamni sog'indik degan narsalarda men aytaman, jonim bolalarim, hech qanday hayotda xato ish qilmanglar. Nimagadir muhtoj bo'lsanglar ham birovni haqqiga xiyonat qilmanglar. Birovni aldamanglar, birovni haqqini yemanglar. Sizlarga shunaqangi tarbiya beryapmiz, mana dadang ham, man ham. Gohida sizlarni tashlab ketib bekordan bekorga emas. Bular hammasi kelajakda sizlarga yaxshi tarbiya berish, yaxshi sharoit qilib berish. Bu yaxshi sharoitdan foydalanib xudbin bo'lib o'smanglar bolalarim. Ota-onam pul topyapti, ota-onam ishlayapti-yu, ertaga biza nima desak qilib beradi deb o'ylamanglar bolalar. Biza hammasiga o'zimiz mehnatimiz bilan erishyapmiz. Erishganligimiz uchun sizlarga bizani yordamimiz shu sharoitda, lekin buni qadriga yetishga harakat qilinglar. Ko'p gapiraman. Keyin bizada mana bunaqa narsa bo'ldi, endi suhbatdan chalg'imaymiz. Baribir biz onamizda bolalarim uni olib beringlar, buni olib beringlar degan paytda imkonimiz bo'lsa ham gohida xo'jayinim yo'q deb turadi-da. Men ayolligimga borib u kishiga aytganman, nega pulingiz bor, olib bering. Nimaga yo'q deysiz, bolani qalbini sindiryapsiz. Bolani qalbi sinib tursin dedilar. Bola ertaga yo'q degan narsani ham bilish kerak dedilar menga. Ancha yil oldingi gap bu. Yo'q degan narsani ham bilish kerak. Yillar o'tib sani sharoiting qanday bo'ladi bilmaysan-ku. Misol uchun deylik, hozir 1-2 so'm qo'lingda puling bor, ishing bor, oyliging bor, boshqang bor. Yillar o'tib bilmaysan-ku. U paytda yo'q degan narsani uqtira olmaysan bolangga dedi. Agar shunday vaziyat iloyo bo'lmasin, agar shunday vaziyat bo'lsa, mana yillar o'tib buni o'zim tushundim, aytaman. Ha, bekor savol bergan ekanman, haqiqatdan ham. Chunki bolalarni ehtiyojini to'la qondirish qiyin ekanda. Ayniqsa hozirgi zamonda ular bu telefon bilan katta bo'lyapti-ku. Hamma narsa, misol uchun deylik, mana bu narsa mumkin emas, siz menga bunaqa gapirmang, siz menga mana bunaqa demang deydigan bo'lgan bolalarimiz hozir, misol uchun deylik, bular hammasi mana bunaqadan ko'rib. Endi psixologlarimiz bolaga unaqa gapirmang, bolaga bunaqa qilmang, bolaga unaqa qilmang, bunaqa qilmang, Lekin unaqa qilmang. bolangizni siz bilasiz-da, boshqa hech kim sizni Bilmaydi-ku, bolangizga ha. bilmaydi. O'shaning uchun ham shunaqa iloji boricha men aytaman, bundan 10 yildan keyin mana shu suhbatimizni ko'rgan farzandlarim o'sha paytda ham biza to'g'ri yo'l berganligimizni his qilishini xohlayman. Otam, onam bizga to'g'ri maslahat bergan ekan, to'g'ri nasihat bergan ekan, qattiq turib to'g'ri qilgan ekan deyishini xohlayman men. Shuning uchun ham biz hozir shuni ko'rib turibmiz. Shuning uchun ham biz hozir mana bu yutuqqa erishdik. Shuning uchun ham biz hozir mana bu yerda o'qiyapmiz yo mana bu kasbni egallaganmiz deyishini xohlayman. Siz onasiz, 4 farzandingiz bor. Onangiz bilan bog'liq. Mana nimaga onangiz bilan bog'liq deyapman? 4 ta farzandimga yordam berdilar dedingiz. Shu necha yillar qaradi farzandlaringizga oyingiz? Mana 2014-yil katta farzandim dunyoga kelgan bo'lsa, men aytdim, o'zim 30 yoshda turmushga chiqdim va mana hozir necha yil bo'lyapti? 2026da. Shuncha yildan buyon mani farzandlarimga qaraydilar. Biza endi men eng kenja farzandim dunyoga kelish muddati bilan ko'pincha aytardim-da,
10 yil deb aytardim misol uchun. 9 yil deganda 4 ta farzandni dunyoga keltirganman man. 31 yoshimda birinchi farzandimni dunyoga keltirgan bo'lsam, 39 yoshimda 4-chi farzandimni dunyoga keltirdimda. Orasi 2 yosh, 2,5 yosh shunaqa bularni orasi. Onamga ko'pincha rahmat aytganimda, endi undan keyin ham keyingi muddatlarda ham ular har doim bolalarimga qarab yordamlashib turishibdi. Lekin men bilan birga yashab, men bilan birga turib, ukamni uylantirmagandik. Ukamni uylantirganimizdan keyin Toshkentdan uy olib, kelin bilan yashaydilar. Hozir faqat o'sha hozirgi paytda mana men sog'lig'im 1 oy, 1,5 oy mazam bo'lmadi. Kelib farzandlarimga qaradilar. Hozir ham mana endi o'zimni tiklab olgunimcha yonimda turibdilar. Uydagi baribir yumushlarga yordamlashib, bolalarni tarbiyasi, kirchiri bor, boshqasi bor. Og'ir mehnat qilish mumkin bo'lmadi menga. Shunda ham baribir onamga suyandimda men. Men aytardim 10 yil umringizni, 10 yil sog'lig'ingizni, 10 yil o'sha quvonchingizni, hamma narsangizni mani bolalarimga sarfladingiz, ona. Rahmat, baraka toping, boringizga shukur deb ko'p aytardim. Endi uni bundoq e'tibor berib qolsak 10 yildan ham ko'p muddat misol uchun deylik u narsa. Onangizga aytmagan dil izhorlaringiz. Chunki ona haqida ko'p gapirdik. Mana qarang, anaqada Yo'q, shunchaki dil izhori. Feruza opa, bizni aqlimiz yuragimizdan uzoqlashtiradi ba'zida. Qalb ochilishi uchun aqllarni biroz o'chiramizda. Dil izhoringiz, qalbingizni his qiling. Siz aktyorsiz. yoshlik mana men o'zimdan his qilamanda, yoshligingizda onangizni quchoqlab sizni yaxshi ko'raman, yaxshiyam borsiz deb yoki kelib bundoq quchoqlab ketasizda. O'sha yillar o'tgandan keyin kamayib borar ekan insonda. Misol uchun deylik. Men hozir onamni yaxshi ko'raman. Mana menga qilgan barcha mehnatlarini e'tirof etaman, tan olaman, his qilaman. Lekin shuni oldilarida borib rahmat deb ayta olmayman hecham. Quchoqlolmaysiz. Kamdan kam vaziyatda. Nimadir hali tug'ilgan kunlarida bir sovg'a berib, yaxshi kunlarda aytishim mumkin, tabriklab. Lekin mana men onam bilan ro'paro bo'lib o'tiribman-ku. Yuragim sig'ib ayta olmayman shu narsani. Qalblar yaqin, lekin jismonan uzoq. Jismonan ayta olmayman to'g'risi. Bilmayman, hecham chiqmaydi mana shu narsachi. Qiynalaman. Bugun sizga bitta imkoniyat. Hozir ayting, ko'rsinlar, xursand bo'lsinlar. Dil izhoringiz. Chunki sizga 10 yil umrlarini sizni Farzandlarimga, yana menga sizga sarfladi. U ham sizga o'xshab keltirdilar. sizga o'xshab aktrisa bo'lishni xohlagan. Xohlaganlar. Aktrisa emas, jurnalist bo'lishni xohlaganlar, suxandon bo'lishni xohlaganlar. Onam rosa chiroyli she'rlar o'qiydilar onam. Rosa chiroyli diksiyalari bor. Nasiba Qambarovalarga havas qilganlar. Nasiba Maqsudovalarga havas qilganlar, lekin afsuski ularni davrida ota-onalarni dunyoqarashi, davrni dunyoqarashi bu narsalarga to'g'risi to'siqlik qilgan. Shuning uchun ham menimcha qalblaridagi o'sha orzularni, armonlarni menda ko'rishini xohlab, meni aktrisa bo'lishimga rozi bo'lib o'zlari olib kelganlar va o'zlari shuning uchun ham meni shu darajagacha qo'llab-quvvatlayaptilar deb o'ylayman onam. Kasblaridan kechib, sog'liqlaridan kechib, umrlaridan kechib, ko'p narsalardan kechib meni hali hanuzgacha qo'llab-quvvatlayaptilar onam. Chunki baribir agar onam uyda meni farzandlarim tarbiyasi bilan shug'ullanmasa, ozgina bo'lsa ham uy yumushlarimga yordam bermasa, men kasbimni to'liq qila olmayman. Miyam u tomonga ham chalg'iydi. Vaqtida aytilgan joyga bora olmayman. Mana siz bilan 1 soat, 1,5 soatlab suhbatlashib o'tira olmasligim mumkin. Men bolani bog'chadan olishim kerak yoki maktabdan olishim, yo uyda yolg'iz qolib ketdi, yo qarang shu narsalar bilan chalg'imay siz bilan bemalol gaplashib o'tiribman-da. Shuning uchun ham mana va bu suhbatimiz kelajakda men uchun ham yoki ko'rayotgan qanaqadir bir yaxshi manfaatni olib kelishi mumkin-da. Shuni mana qo'llab-quvvatlab o'tiribdilar. Qarang, haligacha meni qo'llab-quvvatlaydilar onam. Keling o'sha dil izhorini aytaylik. Sog'indim onamni, mustarginamni. Mo'nisim, mushfiqim, rangbarginamni. So'limim, chiroylim, gul yuzligimni yo'l bering onasini sog'inganlarga. Sochiga oq gullar ekibdi hayot, yuziga imzolar chekibdi.
onam xo'p cho'kibdi, to'kibdi hayot. Qo'l bering onasini sog'inganlarga. Aytadi-ku, ko'p xizmat qilmadim. Qachon xizmat qilsam minnat qilmadim. Balki pushaymonim shundan bilmadim. Dil bering onasini sog'inganlarga. Yurdim men xo'p o'zimni sevib. Endi ko'z yoshlarida qolayin evib, yurak zanglarini olsinlar yuvib. Kul bering onasini sog'inganlarga. Har tirik jon borib onasini ko'rsin. Kechikib qolmasin, ildamroq yursin. Qabriga emas borib, qo'liga bersin. Gul bering onasini sog'inganlarga. Yo'l bering onasini sog'inganlarga. Sog'indim ona. Mustarkanam. Maniyam yig'latdingiz. Mana o'ziga ayta olmaysiz onani. Mm. Shu satrlar bilan ayta olasiz lekin. Balkim shu intervyuni ko'rsalar, bilsalar kerak. Kechadan oldin kuni manam oyim qattiq quchoqladi. Hissiyot bor. Biz baribir bolamiz. Bolamiz, biz Ming baribir bolamiz. qancha yoshga kiraylik, bujon bo'lmaylik, baribir Bolamiz. onamiz oldida bolamiz. Maza qildim. Maniyam yig'latdi. Endi bu yig'lash niyatimiz yo'q edi lekin. Yig'lash niyat yo'q, qalbimiz yana ham ochildi. O'sha bizni qo'rquvlarimiz deymizmi? Qalbimizda ozgina Bu yerda o'ynab kulib ham o'qish mumkin misol uchun-da. qarang bu Lekin sog'inganlarni har xil anaqada aytish mumkin, lekin meni qalbimda qarang baribir onamga nisbatan achinish, onamga nisbatan man u kishini to'kib qo'ydim, man u kishini ko'p qiynab qo'ydim degan narsa bor-da. aybdorlik hissi. Feruza opa sog' olmay kelibdilar. Telefon ham yo'q mana hozir vaqtida hal qilay desam, aksiga olib telefon yonimizda emas. Nimaga aytmadingiz menga deb. Yo'q, rostdan ham lekin Qalbingizda xotirasi bor, hikoyasi bor bo'lgan qanaqadir kichkina bir sovg'a olib kelishingiz kerak edi. Uni keyingi mehmonga beramiz. Bu xuddi qalbdoshlar bir-birini topdi degandek, shunaqa bir sovg'a. Sizda ham sovg'angiz bor. Kinoklub VIP kartasini, 1 yillik VIP kartasini beraman. Bu bizani klubimiz tashkil etdim o'zim. Kinoklub, kinochilar, aktyorlar hammamiz san'at ichida yurib, ozgina qalbdoshlarimiz unutib qo'ydik. Misol uchun suhbatlarimiz faqat ish, oila, masalan, ijodiy suhbat. ijodiy suhbatlar, o'sha atmosfera, kino dunyosi, Ancha narsa tug'iladi lekin. shunaqa bir davraga sizni taklif qilaman. Rahmat. Mana, Xudo xolasa sizni klubimizga kutamiz. Xudo xolasa, man judayam bir yaxshi taklif bo'ldi. Mana bu siz bilan qilgan suhbatim davomida ko'p narsalarni ochiqlashdik bir-birimizdan-da. Qalbimizga quloq soldik. Unaqa bir qaltis savollar bilan siz meni ataylabdan yig'latish uchun ham yoki bir narsa qilish uchun harakat qilmadingiz. Misol uchun bundan ham misol uchun bor-ku hozir podkastlarda PR qilish uchun nimadir maqsadlar qo'yiladi-da. Siz hozir bu olgan intervyumizni ham unaqa PR qilish uchun emas-da. Misol uchun bu qalb suhbati bo'ldi. Kofe o'zi bahona. Kofe o'zi bahona dedi-yu. Qalb suhbatdoshini qidirar ekanda. O'sha meni ham qalbim o'sha kinochilar, umuman shu bugungi kunda jamiyatda o'zini manfaatini keltirayotgan, o'zidan shogirdlarni deylikmi, havaskorlarni yetaklayotgan vakillar bilan suhbat qilay, biz qayerga ketyapmiz degan masala bor. To'g'ri. Mana nima deydi, patriot deydimi, o'sha vatan deb she'r yozganman, mana vatan deb. Siz Shunaqa. misol uchun deylik, haqiqatdan mana kasbingizga bo'lgan Fidoyikorlik ham borda. Shuning uchun Mana shuning uchun ham bizning suhbatimiz zerikarli bo'lmadi deb o'ylayman. Bir-birimizdan men tezroq ketaman, hozir meni el xizmatiga shoshyapman, lekin tezroq ketayin degan narsa hech qachon qalbimda uyg'onmadi-da. Misol uchun deylik,
yoki siz meni ranjitadigan bir narsalarga qo'l urmadingiz, hech qanday mani og'riqli nuqtalarimni Yo'q. yoki kamchiliklarimni. Insonda bor bu narsalar. Misol uchun deylik, sanayman desangiz, qidiraman desangiz, siz mani yaxshi bilasiz, hamkasb sifatida, ijodkor sifatida, misol uchun deylik, muxlis sifatida ham yaxshi bilasiz. Misol uchun deylik, qidirib topsangiz, tirnoq ichidan kir qidirsangiz ham chiqqan bo'lishi mumkin. Juda qancha narsa. Lekin qarang, sizni qalbingizda ham sof suhbat bo'lganligi uchun ham va menga oxirgi mana shu qilingan chiroyli mukofot sovg'angiz menga juda ham yoqdi. Biz siz bilan mana shu ikkalamiz suhbat qurishimiz mumkin yoki boshqa, lekin ijodiy suhbatlar kamayib ketganligi uchun ham hozir yengil-yelpi asarlar juda ham ko'payib ketdi. Misol uchun deylik, yoshlar ham hozir bir-birini mensitishmaydi-da. Men sendan zo'rman degan narsa borda. Bir ishni qilishadi-da, elni og'ziga tushsa bo'ldi, men yorbordim deb o'ylaydi-da. Yo'q, mayli qilibsan. Keyingi ishing uchun ham kimdandir maslahat ol yoki kimnidir fikrini ol yoki sen xohlamagan bir narsalar o'sha suhbatlarda kelib qoladi. Tashrifingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Bu menimcha bu podkast juda ham uzun bo'ladi. Ha, keyin Seriya oimasini qilish. juda ham yaxshi ko'raman. Ana. Shuni aytib qo'yishim Qarang, kerak. men bugun shu narsaga erishdim va bu suhbatimizdan keyin bizni tinglagan juda ham ko'p muxlislar onasiga shu gapni aytsa kerak. Bir Bu bizning quchoqlab yutug'imiz. hammaga shunaqa shart qo'yamiz. Sovg'asiz kelganlar Feruza opa. Mana shu mani sovg'am. Mehr. Ana Feruza opadan hammaga sovg'a. Onangizni bir quchoqlab bag'ringizga bosing-da, yaxshi ko'rishingizni har kuni ayting. Imkoni borida ularni tirikligida qadriga yeting. Har kuni ayting iloji boricha. Birinchi sizdan istoriyaga qo'yasiz. Bizani ham belgilab, Albatta. shunda manfaatli va foydali bo'ladi. Bugun qalbingiz suhbatdoshini topdimi? Albatta. Biz juda xursandmiz. O'zim uchun sizni yana kashf qildim men. Men ham sizni kashf qildim. Kashf qildim men. Sizni tashqi ko'rinishingizdan, qilayotgan ishlaringizdan odam baribir boshqacha fikrga boradi-da. Qalbingiz boshqachaligini bugun his qildim men, Nuriya. Endi siz haqingizda men turmush o'rtog'imdan juda ham ko'p eshitaman. Birga o'qigansizlar, birga ishlaysizlar. Lekin suhbatlashib, ularni sizga bergan ta'riflari, ularni sizga ko'rsatadigan hurmatlari bejizmasligini his qildim. Rahmat. Feel the vibe. We're alive.